Mana kuni kecha yong'in bo'lgan joyga keldik. Bizda har xil savollar paydo bo'lyapti. Mana muxlislarda karta nomerlarimiz to'g'rimi, ba'zilari ishlayapti, ba'zilari ishlamayapti deyapti. Bunga mana Abdurasul aka o'zingiz bu kartalar haqida bir ma'lumot berib, oydinlik kiritib olsangiz. 4 ta karta tashaldi, o'rtoqlar qo'linglardan kelgancha yordam beringlar. Kartalar begona odam emas, shu xonadonning egasini kartalari. Hozir yana yangilab limitlari bor ekan, ba'zi kartalar ishlamadi. Hozir ishlayotgan kartalar ham bor. Tashaveringlar, hech qachon qo'rqmanglar. Alloh ko'rib turibdi, hammamiz Xudoni sevgan bandasimiz. Kartalar hammasi haqqoniy, qo'rqmasdan tashlasa bo'ladi. Tashlasa bo'ladi. Karta mana shu xonadonning qarindosh urug'i, aka-ukalarida. Demak, agar kartaga pul tasha olmaydiganlar har xil o'zini qurilish materiallari bilan yordam bersa ham bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. Agar qo'lidan kelguncha odamlar yordam bersa, mana shu uy O'rtoqol mahallasida telefon raqamlarimiz ham bor, tagida yozib qoldiramiz. Qoldirib qo'yamiz. Sizga aloqaga chiqsangiz, akaga telefon qilasizlar. O'zlari sizlarga nima mahsulot, nima material kerak bo'lsa aytib, o'zlari bilan aloqalashib kelaverasizlar. Barchalarga rahmat. Shu videoni maksimal tarqatib qo'yinglar, like bosib, ko'proq odam ko'rishiga sabab bo'ling. Alloh rozi bo'lsin.